Takabburluq. Takabburluq o'zini alohida chaqlaganlikdan, o'zida az to'la bar bo'lgan ortiqchiliklarni to'limi yuqori mo'lcharlab, o'zini qaltis chaqlab, boshqalarni tuvan ko'rish va g'adiyish deganlikdir. O'zini cho'ng tutquchilarni Alloh taolo yoqtirmaydi. Cho'ngluq Allohga xos bir sifat. İnsanlar o'zini cho'ng tutquchilardan nafratlanadi. Atoqli shoir Teyibjon Eliyov mundaqlarga o'z bahosini bergan. Egiladigan olma shoxlari, mevasi qancha o'xshagan seri. Kamtarlik bilan odam chiroyliq, satlashadigan g'adaygan seri. O'zini cho'ng tutish ruhiy holatiga ega kishilar bo'lsa, sog'lom, normal ruhiy holatdan to'limi chatnab ketgan kishilar bo'lib, bir xil ruhiy kasallikka, psixika ojizligiga giribdor bo'lgan kishilardir. Bu xil ruhiy holat hamon ularning jismoniy sog'lomligiga, shundaqla ruhiy psixika sog'lomligiga zo'r darajada salbiy ta'sir ko'rsatganlikdan, ularda jamiyatga moslasholmaslik yoki boshqalarning ayblashiga uchrash, ko'plagan kishilar erishgan xushallik, ruhiy ozodlikka erishamaslik, siqilish ichida yashash, jismoniy jihatdan baldur zaiflashish ahvoli ko'riladi. Birovda o'zini cho'ng tutish ruhiy holatining bo'lganligi uning axloqiy jihatdan sog'lom emasligini ifodalaydi. Alloh taolo bizni bu xil nachar illatdan man'i qilib, Luqman Hakimning o'g'liga qilgan munu vasiyatni bayon qilgan. "Va la tusa'ir khaddaka lin-nas va la tamshi fil ardi maraha innalloha la yuhibbu kulla muxtalin fakhur." Ya'ni kishilarni ko'zga ilmaganlikdan, ulardan yuz o'rmagin. Yer yuzida g'adiyib yurmagin. Chunki Alloh o'zini cho'ng tutib, maqtinib yuradiganlarni aslo yoqtirmaydi. O'zini cho'ng tutishdan iborat bu iflos ruhiy holat insoniyatga ruhiy psixika, axloqiy va jismoniy jihatlardan ko'p taraflamalik ziyonlarni elib keladi.